Tak, Malayziya vizasi 100% grant Zuhriddin. Tabriklaymiz vizangiz bilan. Rahmat kattakon. Xo'p, Finoga qachon kelgansiz? Firmaga shu 1,5 oy oldin keldim. Demak, o'qishga ham topshirdingiz, vizaga ham O'qishga ham topshirdim, viza ham oldim. Bir oy ichida hammasi hal bo'ldi. Ha, tushunarli. Qaysi universitetga o'qishga kirdingiz? Malayziyadagi City University Malayziya universitetiga 100% grant asosida qabul qilindim. Fakultetingiz yo'nalishi Foundation in Business. Foundation Business sohasi bo'yicha. Vizangiz tez chiqdi-ya? Ha, viza tez chiqdi. Bir haftada chiqdimi deyman, vizangiz? Bir haftada, bir haftada chiqdi. Tabriklayman. Qachon ketyapsiz endi? Endi xudo xohlasa 27-kuni. 27-da, sentyabrda. Avgust. Avgustdami o'zi? O, 2 oy ichida o'zi hammasi hal bo'ldi-da. Yotoqxonangiz ham hamma narsasi bor, Hamma narsasi bor. Siz kim bilan ishlagandingiz bizda? Malika opa bilan ishlaganman. Unga alohida rahmat aytmoqchiman. Xo'p, Qiyinchiliklar bo'lmadi, hammasi zo'r bo'ldi. Fino haqida qanaqa fikrlaringiz bor? Boshqalarga tavsiya qilasizmi?